Keptilar-yu. Shu har safar kelganlarida mashinada o'tirarlar. Yana mashinada o'tiribdilarmi? Hozir bilamiz dening o'tirganlarini. Voy, bunisi tushkunchimda, qilsa tezroq tushadi. Maqa o'tiribsiz mashinaning ichida. Qanaqa betsam ekan? Ijara to'lovi ham keldi. Uni ustiga kunda mashinam buziladi. Ota-onamga ham yordam qila olmayapman. Eng alamlisi, qarzni boshdan o'tib ketdi. Anqayib qoldingizmi? Charchadim shekil bor ekan. Bizdan qochish planini qilasizmi? San qochib mashinadan bo'ling. Ovqat pishganmi? Qadamlarim